Qadrli kuzatuvchilar, mana shu videoni ona tili fanini asosiy blok darajasida tayyorgarlik ko'rayotgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Nima uchunligini video davomida batafsil tushuntirib beraman. Savol, 38-savol. Quyidagi har ikki ma'noni ifodalay oladigan ko'p ma'noli ko'makchini yozing deyapti. Bu yerda ko'p ma'noli ko'makchi kerak. Birinchi ma'nosi asoslash ma'nosida, ikkinchi ma'nosi taqqoslash ma'nosida bo'lishi kerak. Endi asoslash ma'nosida, demak qarang, xabarlarga ko'ra yoki ma'lumotlarga ko'ra tarzda kelsak, bu asoslash ma'nosida bo'ladi. Taqqoslash ma'nosi esa, demak, azmdan ko'ra, demak, nodir aqlliroq desak, ikkalasini bir-biriga taqqoslash ma'nosi kuchli bo'lyapti bu yerda. Endi shu o'rinda nima uchun bu savolni asosiy blokchilarga yuborib qo'yishimiz kerak? Chunki aprelning 25-sidan keyin ona tili fani bo'yicha milliy sertifikat imtihonlari bo'lib o'tadi. Va aynan o'sha imtihon natijalariga ko'ra biz bilamizki, Rush modulda asosiy blokdagi o'quvchilar murakkab savollarni ishlay olishi va ko'plab o'quvchilar majburiy blokdan test topshirmoqchi bo'lishyapti va SS+ yetarlicha ularga. Ular imtihonga 5 kun yoki 10 kun yoki 20 kun qolganda kelishyapti. Natijada ular ko'makchi nima ekanligini, ko'p ma'noli ko'makchi nima, asoslash va taqqoslash ma'nosida qanday ko'makchi to'g'ri keladi, bunday yopiq tarzdagi savollarni, aslida ochiq tarzdagi savollarni mutlaqo ishlay olishmaydi. Asosiy blok o'quvchilaridan esa mana shu tipdagi, mana shunday demak ko'rinishdagi savollarni ishlashni so'rab qolardik. Bu Rush modulda sizga kattagina ball beradi. Demak, aprel oyining oxirida bo'ladigan imtihonlarda majburiy fan test topshiruvchilari asosiy blok test topshiruvchilaridan 4-5 barobar ko'p bo'lishi kutilyapti. Bu deganiki, asosiy blokchilar qiyin, murakkab savollarni ishlashingiz orqasidan katta bir ajoyib natijaga chiqasiz. Aynan videoni asosiy blokdan tayyorgarlik ko'ruvchi yaqiningizga yuborib qo'ying.